Xitoyning zavolliqi yuzilinishi dunyo tartibini qaytadan tiklayotir. Avtori Mavlon Yasin. Futbol, basketbol va voleybol musobaqasida axlat vaqti deydigan bir atalg'u bor. Bir maydon musobaqada ikki taraf komandasining nomer farqi bak cho'ng bo'lib, yengish natijasini o'zgartirish bak tez bo'lganda, qolgan musobaqa vaqtini axlat vaqti deb ataydi. Bu vaqtda har ikki tarafning treneri asosli tanharakatchilarning o'rniga to'liqlama tanharakatchilarni saplaydi. Xitoy siyosatshunos doktor Liu Jinningning ko'z qarashida Xitoy hozir axlat vaqtiga qadam qo'ydi. Xitoyda vaziyat muqimlashdi. Mag'lubiyatni to'sish tas. Qandoq tirishishdan qat'iy nazar, o'rinsiz jon tanlashdan boshqa ish bo'lmaydi. Men doktor Liu Jinningning bu yakuniga qo'shilaman. Xitoy oldingi 30 yilda bo'libmi dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin dunyo zavodiga aylanib, uzun yil yuqori sur'atda ishni davomlashtirib, bir sakrabla dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdaga aylangan. Sirtdan qaraganda shu chog'dagi Xitoyda iqtisod gullanish davri ko'rilgan. 2024-yil 2-oyning 2-kuni Xitoyning API to'satdan tushib, Shanxay pay ko'rsatkichi bir mahal 2%dan ozlab, APIning qizil siziqi 2700 nuqtadan 2677 nuqtaga yetgan. Shenzhen ko'rsatkichi 2,24% va iyilik tiklash taxtisi ko'rsatkichi 2,43% tushib ketdi. Hamda mingdan ortiq pay cheki 8% tushdi. Buning orqali zo'r miqdordagi o'rta tipdagi boylar vayron bo'ldi. Bu 3 yil ichida Xitoy paychek bozor qiymatida 6 trillion dollar parga aylanib ketdi. Xitoy iqtisod ishonchisini oshirish hamda pay bozorining davomli pastga tushib qolishini to'sishga uringan bo'lsa-mu, Xitoy ichi va sirtidagi mablag' sog'uvchilar yanada bas-basti chekinib chiqib ketdi va ketib bordi. Bir Xitoy iqtisodshunos shunday deb yozdi: Vayron bo'lgan pay bozori Xitoyning haqiqiy iqtisodining kichikligan ko'rinishi. Xitoy 2700 nuqtani cho'qim saqlab qololmaydi. 2500 nuqta buzilsa, chag'anda sovg'at qiladigan pul qolmaydi. 2024-yil 1-oyda Xitoy Moliya ministrligi yil oxirlik moliya kirim-chiqim sonliq ma'lumotini e'lon qildi. Xitoy iqtisodshunoslar bu sonliq ma'lumotlarni radlash va tahlil qilish orqali Xitoy moliyasi umidsizlikka duch keldi degan yakun chiqardi. Bosh shtabi Amerikaning Nyu-York shahriga joylashgan pul muomala, yumshoq detal, sonliq ma'lumot va axborot shirkati Bloombergning sonliq ma'lumotining ko'rsatishicha, Dunyo fond 2024-yil 1-oyda 14 milliard 500 million yuan qimmatidagi pay chekini setibdi. 2023-yil 8-oydan boshlab Xitoy ichidagi 201 milliard yuan pay cheki setildi. 2017-yildan buyon API'ga eqib kirgan umumiy mablag' taxminan 1 trillion 600 milliard yuanga qisqargan. Bloombergning ko'rsatishicha, 2021-yildan buyon Xitoy ichidagi va Shangongdagi pay bozorining taxminan 6 trillion dollar qiymati parga aylanib ketdi. Demak, xalqaro dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdaning istiqbolidan umidsizlandi. Ularning Xitoy iqtisodiga bo'lgan umidsizligi bag'ansiri keskinlashib ketib bordi. Demak, xalqaro dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdaning istiqbolidan umidsizlandi. Ularning Xitoy iqtisodiga bo'lgan umidsizligi barg'ansiri keskinlashib ketib bordi. 2024-yil 1-oyda Xitoy Moliya ministrligi e'lon qilgan yillik moliya kirim-chiqim sonliq ma'lumotining oshkorlashicha, 2023-yil Xitoyning umumiy moliya qizil raqami 8 trillion 840 milliard yuanga yetgan. 2024-yili uy zamin bozori yana davomli gumurlib tushdi. Bu deganlik 2024-yili Xitoy moliya qizil raqami cho'qim zo'r darajada oshdi. Amerika davlat alqagan mablag' selish bankasi va pul muomala mulozimat shirkati Morgan Stanley'ning xalqaro strategiyachisi Roger Sharmaning ko'z qarashicha Xitoy iqtisodida tarixiy burilish yuz beryapti. 2023-yili dunyo iqtisodining o'sishiga Amerika 45%, boshqa yangidan gullanayotgan davlatlar 55% to'kib qo'shgan.
Xitoy hech qanday to'kib qo'shmagan. Angliyada nashr qilingan Moliya Vaqt kundalik gazeti maqola e'lon qilib mundaq yozdi. Xitoy iqtisodining dunyo iqtisodidagi nisbati 2023-yili 18,4% dan 17% ga tushib ketdi. 2 yilda 1,4% tushib, 20-asrning 60-yildan buyangi eng zo'r tushish nisbatini yaratdi. Texi bu pul paxalligini o'z ichiga olmagan. Agar pul paxalligini ichiga olsa, tushish nisbati texmi zo'r bo'ladi. Xitoyning zavolliqi yuzilinishi dunyo tartibini qaytadan tiklashi mumkin. Bu maqolaning bundaq tasavvur qilinishining asosi bor. Xitoyda ishchilarning soni azaydi va ishchilarning kishi beshiga ishlab chiqaradigan mahsulot miqdori ojizlab ketdi. Bu ikki omilning birlashishi Xitoyning dunyo iqtisodidagi nisbatini burunqi o'rniga akilish intayin qiyinga to'xtaydi. Onun ustiga Xitoy osondagi pul paxalliqiga uchirgan davlatlarning biri. Yana o'zimin ko'pikiga duch keldi. Chet el mablag'i rekord yaratish sur'ati bilan Xitoydan chekinib chiqib ketib bordi. Bular xalq pulining qimmati tushish nisbatini texmi kuchaytirdi. 2020-yili Xitoy virusi tarqalishi bilan dunyo ta'minlash zanjiri uzilib, metal qazilma boyliq, to'qimchilik, kiyim-kechak, yerim o'tkazgich qatorliq nurg'un sohalar mablag' halqasidagi ta'minlash masalasi tufaylidan butkul kasbning ta'minlash zanjiri kamchil bo'lishni keltirib chiqadi. Iqtisodning dunyolashish darajasi ziyoda yuqori bo'lib ketganlikning ziyinini ko'rgan Amerika va G'arb mablag'larini Xitoydan chekindirib chiqishni tezlatdi. 2022-yili Rossiya Ukraina urushi boshlandi. Rossiya bilan Ukraina energiya, metal qazilma boyligi hamda yezi eglik mahsulotlari qatorliq sohalarda boyligi mo'l bo'lg'achqa Rossiyani Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti tomonidan kollektiv jazolash natijasida munosabatlik mahsulotlarni eksport qilish tas bo'lg'achqa dunyoda yana bir qatim ta'minlash zanjiri xavf-xatarga uchirdi. Energiya va xom material bahosi zo'r darajada o'sdi. Bu chet el xom materiallarga tayinadigan Xitoyning diqqatini fan texnikadan oshliq, energiya qatorliq xalq egiligining har qaysi sohalariga yo'tkashga majburladi. Bu dunyo tartibini qaytadan tiklash imkoniyatini paydo qilish mumkinchiligini zo'r o'stirdi. Sharqiy Osiyo rayonida Amerika, Koreya bilan Yaponiya o'rtasidagi tarixiy o'chmanlikni muvaffaqiyatli hal qilib, ilgirki Amerika-Koreya, Amerika-Yaponiya ittifoqini Amerika-Koreya-Yaponiya uch taraf ittifoqiga kengaytdi. Butun Osiyo Tinch okean rayonida Bayden hukumati Amerika, Angliya, Avstraliya bilan AUKUS ittifoqini qurdi. Hamda bu harbiy ittifoqdoshlikni Kanada, Yangi Zelandiya, Koreya va Fransiyaga kengaytmoqchi. Amerika, Yaponiya, Hindiston, Avstraliyadan iborat to'rt taraf mexanizmi bo'lsa, Amerikaning texmo keng Hindiston Tayvan rayonida Xitoyni cheklaydigan strategik harakati. Kissinger Amerika-Xitoy tadqiqot o'rnining mudiri Robert Daly Amerika ovozida shunday dedi. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Yaponiya jim turmaydiganligini aniq bildirdi. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotimi Tokioda aloqalash o'rni ta'sis qildi. Filippin bizni uning 4 harbiy bazasini ishlatishga ma'qul bo'ldi. Bularning hammasi shubhisizki Xitoyga qartilgan. Xitoy xalqaro ishlarda bag'ansir yolg'iz qilyapti. Xitoy bilan maslakdosh bo'ladigan Rossiya, Choshen, Kuba qatorliq mag'lub bo'lgan davlatlar, bulardan boshqa yana bir to'p Xitoydan pul so'raydigan namrat do'stlari bor. Ikki taraf o'rtasida ilgari mavjud bo'lgan siyosiy, iqtisod va harbiy ishlar qatorliqlarda yuqori qatlamdagilarning suhbat yo'llari asosan uzilib qoldi. Ikki davlatning harbiy aeroplani va harbiy paraxotlari Tayvan bo'g'ozi hamda Janubiy Xitoy dengizida o'q etilib ketish xatari shiddat bilan o'rlab ketdi. Oldingi asrda Amerika bilan Sovet ittifoqining keskin qarshilashishi sovuq urush mezgildimi, bu ikki darajadan tashqari cho'ng davlatlar orasidagi yuqori qatlamdagilarning suhbat yo'llari uzilib qolmagan. Amerika-Xitoy munosabatining tashabbuskorlik huquqini Amerika boshdan oxir kontrol qilib kelyapti.
İqtisadi jihatda Xitoyning Amerika va G'arb bilan bo'lgan qo'yiq munosabati zo'r darajada chekindi. Harbiy jihatda Amerika G'arb bilan Xitoy Rossiya o'rtasidagi ikki qutb shakllandi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l orqali yetildirgan strategik zanjirining nurg'un halqalari uzilib ketdi. Xitoyning zavolliqi yuzilnishi dunyo tartibini qaytadan tiklayotdi.